Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Oybekjon akamiz boshqa oshxonaga o'tyapti. Avval shu sal teparoqda edi. Shu mashinalar pastga o'tyapti. Hozir o'zini ham bir ko'ramiz. Havo aynib, yomg'ir yog'yapti. Raza oshiydigan havo bo'lyapti. Böyle shashliklari ham bor. Xonalari ham o'ta o'zgacha ko'pgina ekan, kelarasizlar, oilaviy ham. Ana o'zini istab. Oybek. Salomat bo'ling. Xudo xolis nima ovqatlar bo'lyapti, hoji aka? Ovqat bir 8 kilo ovqat bor. Naman bor, do'lma bor, sho'rva bor, bishtek bor, qovurmalar ham bor. Dezira yurishda osh bor. Ovqatlar ko'p. Xudo xolasa, Lijbi Oybekning o'zi ham bor. O'zim mashatda. Kelin orada xudo xolasa, istab yurganlarga telefonlarni ham tagiga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa kelin orada inshaalloh 33 111 chopirlari kelin orada. Sog' bo'linglar.